Assalomu alaykum qadrli kanal kuzatuvchilari. Brahma tovuqlar uchun haftada 2 marta chakka, piyoz, qalampir aralashtirib beramiz. Bu tovuqlarni kasal bo'lmasligini oldini oladi va har xil parazitlarni o'ldiradi. Shunaqa vitaminlik qilib bersangiz, tovuqlar uncha kasal bo'lmaydi. Va buni immunitet uchun ham ancha yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, tovuqlarimiz holati ham ancha yaxshi. Mana kuniga 2 mahal, 3 mahal dondan tashqari shunaqa vitamin berib turamiz. Bundan tashqari sabzi, har xil sabzavotlar, karam, tuxum berishiga ham foydasi katta. Buni tajribadan ko'rib o'ryapmiz. Tovuqlarimiz holati ancha yaxshi. Mana xo'rozimiz kuniga 4 ta 5 ta tuxum beryapti. Tuxumlarni oshirishga ham qo'yganmiz, sotuvda ham bor. Xudo xolasa bularni ko'paytirish niyatimiz bor. Brahma tovuqlar uchun chiroyli, holatlari ham ancha yaxshi. Buni yaxshi saqlash uchun hali chakka, vitaminli kapsulalardan berib, bu narsa brahma tovuqlar uchun ancha foydali. ko'paytirish niyatimiz bor. Har xil kasalliklar chalinishini oldini oladi. Tovuqlarimiz uchun ham foydali. Haftada 1 marta, 2 marta brahma tovuqlarimizga qalampir, chakka, piyoz aralashtirib beramiz. Bu narsa tovuqni har xil kasalliklarni chalinishini oldini oladi. Haftada 2 marta, 1 marta qilib beramiz. Bu tovuqlarimiz uchun ancha foydali. Har xil kasalliklar va narsalardan immunitet hosil qiladi. Tovuqlarimiz holati ham ancha yaxshi, shuning uchun